Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi mavzuyimiz o'tgan safargi qandli diabet kasalligining davomi bo'lib hisoblanadi. O'tgan safargi ma'ruzamizda qandli diabet kasalligining kelib chiqishi, sabablari, tarixi va insulin gormoni haqida so'z yuritgandik. Bugungi mavzuyimizda mana shu qandli diabetning turlari haqida, insulin gormonining yana ta'sir mexanizmini kamayishi yoki buzilishi haqida ma'ruzamizni davom ettiramiz. Qachon birinchi tur qandli diabet kasalligi rivojlanadi, yuzaga keladi, qachon ikkinchi tur qandli diabet kasalligi rivojlanadi. Shu haqda sizlarga ma'lumot beraman. Qandli diabet kasalligining asosan ikki turi mavjud. Birinchi turi insulinga qaram bo'lgan deyiladi. Ya'ni ruschasiga insulin zavisimiy deyiladi. Birinchi tip yoki birinchi tur qandli diabet. Ikkinchi tur qandli diabet insulinga qaram bo'lmagan. Ya'ni insulin nezavisimiy, ruschasiga insulin nezavisimiy deydi. Insulinga qaram bo'lmagan qandli diabetni ikkinchi turi hisoblanadi. Va yana homiladorlarda kuzatiladigan qandli diabet mavjud. Buni gestatsion qandli diabet deyiladi. Ya'ni gestatsion degani homiladorlik davrida ayollarda kuzatiladigan qandli diabet hisoblanadi. Bu homiladorlik davrida bo'lib, homiladorlik ya'ni chaqaloq tug'ilib, homiladorlik davri o'tgandan keyin qondagi qand miqdori normaga kelib, yana normal holatda ketaveradi. Organizmdagi qondagi qand miqdori normallashadi. Bu homiladorlik davridagi qandli diabet kasalligi hisoblanadi. Bunga ham alohida mavzu ajratib, alohida videolar, ma'ruzalar tayyorlab beramiz. Endi birinchi tur qandli diabetda asosida, negizida nima bo'ladi? Nima o'zgarish bo'ladi? Birinchi tur qandli diabetda insulinga qaram bo'lgan deb aytdik o'z nomi bilan. Organizmda oshqozon osti bezidan insulin gormoni ishlab chiqarilishi buziladi. Ya'ni yoki juda kam miqdorda ishlab chiqariladi, yoki umuman ishlab chiqarilmaydi. Buni negizida, buni asosida nima bo'ladi? Organizmda nima holat yuz beradi? Bu asosan bolalik davrida, maktab davrida kuzatiladigan qandli diabetning turi hisoblanadi. Bunda maktab yoshida 5 yosh, 6 yosh bog'chadan keyingi holatda maktabga kelib 1-sinf, 2-sinf, 5, 10-sinfgacha bo'lgan paytlarda bolalarda, o'g'il bolalar, qiz bolalarda ma'lum kasalliklar, asosan virusli kasalliklar, yuqumli kasalliklar, og'ir darajadagi gripp o'tkazgan, qizamiq o'tkazgan virusli kasalliklar natijasida oshqozon osti beziga mana shu virusni ta'siri bo'lishi hisobiga oshqozon osti bezidan insulin gormoni ishlab chiqarilishi buziladi. Yoki juda kam ishlab chiqariladi, yoki to'xtab qoladi. Shuning hisobiga bolalarda, qizlarda, o'g'il bolalarda organizmida ovqat yegandan keyin glyukozaning miqdori yuqori bo'lib boraveradi. Ya'ni organizmga tushgan glyukozani, qand, shakar moddasini insulin gormoni parchalab, kamaytirib, me'yoriga keltirib turish kerak. Lekin mana shu insulin gormoni yetishmasligi hisobiga mana shu kasallik qandli diabetning birinchi turi deb aytiladi. Ya'ni insulin yoki ishlab chiqarilmay qoladi, yoki juda ham kam miqdorda. Buni natijasida o'sha bolalar organizmida
insulin yetishmasligi hisobiga glyukoza, qand, shakar miqdori normadan yuqori bo'lib boraveradi. Shuni hisobiga giperglikemik holat paydo bo'lib, bolalarda o'sha giperglikemik holatga xos bo'lgan belgilar kuzatiladi va oxiri bolalar qonida glyukozaning miqdori yuqori bo'lish hisobiga giperglikemik koma, ya'ni hushsizlanish holatigacha olib keladi. Va yana bir og'ir asorati ketoatsidoz holatiga olib keladi. Bu ketoatsidoz holati, giperglikemik holatni ham keyingi ma'ruzalarimizda qanday holatda kuzatilishini batafsil yoritib beramiz. Endi birinchi tur qandli diabet, insulinga qaram bo'lgan qandli diabet haqida batafsil tushuntirib berdim. Buni davosi faqat bolalarga tashqaridan insulin gormoni qilinadi. Davosi faqat bolalarga tashqaridan insulin gormoni inyeksiya holatida, ya'ni ukol holatida qilinadi. Shunda organizmga tushgan insulin o'sha bolalar iste'mol qilgan ovqat bilan tushgan, shirinliklar yegan, xullas organizmdagi glyukozani parchalab normallashtirib turadi. Buning davosi faqat hozir aytganimizdek tashqaridan insulin gormonini qabul qilish. Insulin gormonini necha dozada, qancha dozada va necha mahal buyurilishi endokrinolog shifokor tomonidan qat'iyan buyuriladi, tavsiya qilinadi. Mana shu asosda bolalar bir umr insulin gormonini olib yuradi. Agar kelajakda davolanishi usulida boshqa zamonaviy yo'llar bilan davolanib, oshqozon osti bezini funksiyasi tiklanib, insulin ishlab chiqarilishi boshlansa, tashqaridan insulin olishni yo kamaytiriladi yoki to'xtatiladi. Agar oshqozon osti bezi insulin gormonini ishlab chiqarmasa, bir umrga majbur bo'ladi tashqaridan insulin gormonini olib yurishga. Bu birinchi tur qandli diabetni qisqacha ko'rinishi va davolanishi hisoblanadi. Endi ikkinchi tur diabet haqida ma'lumot beraman.